Tushda ro'mol ko'rishning ta'birlari. Tushdagi ro'mol ayollar ibosi hisoblanadi. Bordiyu biron ayol tushida ro'mol o'rasa, bu tush yaxshilikkadir. Bundan tashqari ro'mol xotin yoki erga dalolat qiladi. Tushingizda ro'molcha tutuvchi kimsani ko'rsangiz, bu kimsa ilmga ega kishi va tushlarni ta'bir qiluvchi kimsadir. Bundan tashqari ro'molcha do'st, oshna, yaxshi uy bekasiga dalolat qiladi. Zamonaviy tush ta'birida ro'mol yomon kayfiyat va shamollash haqida ogoh etadi. Taniqli bashoratchi Vanga tushdagi ro'molni shunday ta'bir qiladi: agar biron kimsa tushida ro'mol ko'rsa, boylik, o'zgarish, xat-xabar, sovg'a kutsin. Ro'molni yozish xat yozishga dalolat demakdir. Qiz bola tushida oq ro'mol ko'rsa, oshig'i bilan uchrashishiga ishoradir. Qizil ro'mol yangi tanishuvlar, sariq ro'mol ayriliq yaqinligi belgisi, qora ro'mol yomonlikka dalolat. Bundan tashqari kishi tushida gulli va naqshinkor ro'mol ko'rsa, unashtiruv marosimiga tayyor tursin. Boshiga ro'mol o'rash g'iybat va mayda-chuyda gapga ishora. Bundan tashqari kishi qora ro'molni silkitsa, o'limdan dalolat qiladi. Qalin ro'mol esa yaxshi tarafga o'zgarish timsoli. Yirtiq ro'mol g'iybatdan darak beradi. Bordiyu siz ro'molni yo'qotib qo'ysangiz, xalq ichida uyatga qolasiz. Miller ta'birida ro'mol xabardan darakdir. Agar tushingizda oq ro'mol sotib olsangiz, yaxshi xabar eshitasiz. Qora ro'molcha sotib olsangiz, yomon xabarga ishoradir. Bundan tashqari tushdagi ro'mol boylik ramzidir. Kichik yoshdagi kishilar uchun ro'mol sevgi ramzi. Bordiyu kimdir oq ro'molda tushingizga kirsa, kasallikdan ogoh etayapti. Agar siz tushingizda ro'molingizni yoki dast ro'molingizni yo'qotib qo'ysangiz, qarz olishga majbur bo'lasiz. Bordiyu sizga ro'mol sovg'a qilsalar, demak siz haddan ziyod hissiyotga beriluvchan insonsiz. Ayol jinsiga mansub kishi uchun ochiq ro'mol o'rash tez orada pul olishga dalolatdir.